Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz anjirning quritilgani ham, pishmagani ham foyda. Anjirdan qadimdan tabobatda keng foydalanib kelingan. Yo'talni, tomoq og'rig'ini davolashda mevalarini qaynoq suv yoki sutda damlab iste'mol qilingan. Mevalarining mag'zi insonda issiqni tushiruvchi va ter haydovchi vositadir. Qora anjir bod kasalligida yaxshi yordam beradi. Qora anjir echki suti bilan birga qaynatib iste'mol qilinsa, organizmni zararli moddalardan tozalab, immunitetimizni kuchaytiradi. Bu o'pka sili, mushaklarning holsizlanishi kabi xastaliklarga eng yaxshi davo hisoblanadi. Ibn Sino turli kasalliklarni davolashda bu mevadan foydalangan. Anjir yog'ochining kuli suvda ivitilib, ich buzilishlarida ichiladi. Anjir badanda tez tarqaladi va u semirtiruvchi hamdir. Anjirning bargi va shirasida latiflik bor. Agar u go'sht bilan qaynatib pishirilsa, uni xil-xil qilib pishiriladi. Anjir yeyilsa, kasalliklar va issiq bo'sh shishlar sababli buzilgan rangni tuzatadi, chipqonlarni pishiradi. Xom anjir tolqon qilib boshdagi yaraga sepilsa, tuzatadi. Anjirning sharbati sutni ko'paytiradi. Uning sharobi eski yo'tal va ko'krak og'riqlariga, o'pka va uning yo'llaridagi shishlarga foyda qiladi. Uning qaynatmasi quloq shang'illashiga davo bo'la oladi. Ho'l va quruq anjir tutqanoq kasalligida foyda qiladi. Olmaga nisbatan anjirda temir moddasi ko'proq bo'lgani sababli, temir moddasi yetishmovchiligidan kamqonlik bilan og'rigan bemorlarga uni iste'mol qilishni tavsiya etishgan. Anjir to'yimli meva bo'lib, u yurakni tez urishida, bronxial astmada, yo'talda, ko'krak og'rig'ida, o'pka pardasi dag'allashishida nihoyatda foydali. Uni xandon pista bilan ovqatga qo'shib iste'mol qilish insonning o'ti ozib ketishini davolashda yaxshi vositadir. Quritilgan anjir ich surish xususiyatiga egadir. Anjir sharbati bolalarni quvvatga kiritib, darmon beruvchi ajoyib vositadir. Ishtahani ochib, ovqat hazm qilishini yaxshilaydi. Anjir sharbatini ichish mushaklar revmatizmida, teri kasalliklarida, buyrak va siydik pufagida toshlar paydo bo'lganida, kattalashib, og'riq berganida, ayollar ginekologik shamollash kasalliklarida juda yaxshi foydalidir. Salomat bo'ling.